patenti borlar ham bor buning ichida. Reyestrga tushib qolganlar. Hozir mana akalarimiz tushadi, o'zlaring ishlasizlar nima bo'lyapti. Patenti borlar ham reyestrga tushib qolgan. Assalomu alaykum. Ko'rsak maylimi, aka? Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Yaxshimisiz? Aka, assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Durustmisiz? Keling aka. Assalomu alaykum. Aka, videoga olsak bo'ladimi? Bo'ladi, nima bo'lmaydi? Qanday borib keldingiz aka? Yaxshi. Yaxshimi? Aha. Hech kim teginmadi yo'lda. Dokument tugaganmi yo reyestrga tushib qolganmi deysiz? Dokumentim tugagan edi. Registratsiya. Registratsiya. Aha. Yo'llarda qiynalganingiz yo'qmi? Yo'q, hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Milisa ushlab yoki garantiya? Yo'q, hech kim hech narsa degan. Aka, siz qayerdansiz? Qo'qondan aka. Qo'qonliklarga nima deysiz? Qo'qonliklarga nima deyman? Omad tilayman. Borib keldingizmi? Borib keldik, Xudoga shukr. Reyestrga tushmaganingizmi? Reyestrga chiqmagan, dokumentim tugagan edi. Aha. Borib, Xudoga shukr, mana 1,5 kun deganda keldik. Aka, siz qayerdan? Assalomu alaykum, Xorazmdan. Xorazmliklarga nima deysiz? Omad tilaymiz. Xorazmlarga hammaga reyestrga tushgan men bo'laman. Reyestrga tushdingiz? Ha. Nima sabab tushdingiz reyestrga? Reyestrga migratsion karta cho'zdirmaganman. Boshda kelganda shu sabab tushganman, lekin reyestrdan chiqmadim. Kirib chiqishda muammo bo'lmadi. Kirib chiqdingiz bemalol reyestrga tushganmisiz ham? Kirib chiqdim. Nima qayerdan bildingiz reyestrga tushganingizni? Kartalaringiz uxladimi? Kartalarim bloklandi, keyin tekshirib ko'rdim. MVDning saytida, ofitsialniy saytida reyestrda deb ko'rsatdi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qayerdansiz aka? Andijondan. Andijonliklarga nima deysiz aka? Salom aytaman, sog' bo'lsin, tinch bo'lsin. Qanday borib keldingiz? Tuzuk. Yo'llar qanday? Sovuqmi? Vaziyat qanday bo'lyapti? Endi hozir sovuq emas, normal. Yaxshi borib keldingiz. Yo'lda milisa to'xtatganmi? Nima deysiz shofer aka haqida? Borsinmi odam? Bir yaxshi bola, конечно, yaxshi bola. Aka, kim bilan ko'rishmadik? Qayerdansiz aka? Surxondaryo. Nima deysiz Surxondaryoga? Qanday borib keldingiz? Surxondaryo bolalarga alangali salom. Mashinamiz komfort, shoferimiz yaxshi. Reyestrga tushganingiz? Yo'q. Sizcha aka? Qayerdansiz aka? Farg'onadanman. Farg'onaliklarga nima deysiz? Farg'onaliklarga salom. Qanday bordingiz aka? Normal aka, mashinalar, komfort. Tavsiya qilasizmi odamlarga? Конечно, shofer akamiz yaxshi ekan. Salomga borib keldik, Xudoga shukr. Shu paytigacha reyestrga tushganlarni reyestr granisiga borib kelgandan keyin ochilayotgan edi. Hozirgi kunda ochilmayapti. MVDga chaqirib dopros qilyapti. Ayrim odamlarnikini ochib beryapti, ayrimlarnikini yo'q. Biz sizlarni aldab granisiga olib bormaymiz. Kimga xohishi bo'lsa borsin. Granisiyadan reyestrga tushganlarga muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q, vaqti yo'q. Bemalol borib kelaveradi. Daxli yo'q granisiga. Ayrim odamlarga granisiga borib kelgandan keyin ham patent bermasligi mumkin. Ayrim ko'pchiligiga beryapti, yarim 50%, 50-50. Kimlarnikidir ochilyapti, kimlarnikidir ochilmayapti. Bizga har xil murojaat. Ayrim odamlarni karta orqali ham reyestrga tushib qo'ygan. Sababi kartadan ko'p pul perevod qilsangiz, uyingizga Tojikistonga, O'zbekistonga reyestrga tushirib qo'yapti. Aka, sizning kartangizdan ko'p pul perevod bo'lmaganmidi? Bir oyga qancha perevod qilgandingiz? Yo'q, uncha ko'p bo'lmadi. Hozir shu karta orqali ham ko'pchilik reyestrga tushirib qo'yapti. Ko'p chiqarsa ya. Ko'p chiqarsa, qayerdan chiqarding dopros qilyapti. Nimaiki menga juda ko'p telefon bo'ladi. Shularning ichidan ko'pchiligi telefon qilib, kartadan ko'p pul perevod qilgan, kartasini qulab qo'ygan. Turdovoydagi o'rdagi oylik bilan u to'g'ri kelmaydi-ku bir-biriga. Akalar nima tavsiya berasizlar? Borsinmi odamlar shu akalarimizni? Endi ish tushgan odam shu bilan chiqib kelishmay, ishi bitsa borish kerak-da. Yaxshimi muomala? Yaxshi, tuzuk, yaxshi. Nima deysiz aka? Odamlar ko'p, u yaxshi. Odam ko'p, borgan odam ko'p. Qanday bu shofer? Zo'r. Условияsi normalniy mashinani. Reyestrga tushgan odamlar granisiyaga boraverasizlar bemalol, ishonchli. Lekin kelib patent olish olmasliklaringga biz garantiya bera olmaymiz. Nimaiki yarim odam ola oladi, yarimi ola olmaydi. Ayrim bir sabablarga ko'ra bir xillarni davlatdan qarzi bordir, qandaydir kasalligi bor yoki qandaydir shtrafi bor odamlarga patent bermaydi. Biz shuning uchun 50% odam ola olmayapti. Oldinlari 80% odam olib 20% ola olmayotganda hozir yana og'irlashgani shu 3-4 kundan beri juda ko'pchilikga qaytarib olyapti patent ham bermasdan. Ayrim bir sabablarga ko'ra MVDga borsangiz ochib beradi, o'sha faqatgina o'sha savollariga javob berasiz. Nima xatoyingiz bo'lsa borsangiz aytadi, o'shani to'g'rilab kelsangiz keyin ochilishi mumkin. Reyestrga tushgan odamlar borib 3 oy uyda damini olib kelsa bo'ladi, to'g'risi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat aka sizlarga. O'zlaringni ehtiyot qilib sizlarni avora qildik, uzr lekin. Aka